Yo mayo nima bu? Urishinglar deyapti. Nima bilan uramiz buni? Uringlar uni bolalar, joni kam qoldi. Lenzi davay bosish kerak. Mutatsiya energiya vertolyot qo'shiladi degan. Ha, vertolyot qo'shildi. Heyo do'stlar, hammaga salom, sizlar bilan Java Games, Java Blog. Bugun sizlar bilan Garden Horizon kimlardir obuna bo'lyapti. Rahmat Abdushi. Bugun Garden Horizonda admin abuse bo'lyapti. Admin abuse boshlandi. Hozir bir narsa chiqdi. Hozir meni bog'imni e'tibor berasizlar. Hozir hamma narsani ko'rsataman. Yo, set bir narsa chiqdi, Cthulhu degan. Mana bu narsa chiqdi. Buni nima qilishimiz kerak? Admin abuse boshlandi emas, 3 minutdan keyin bo'ladi. Hozir bir narsa chiqdi bizga. Bir narsa bo'lyapti. Mana bu Cthulhu. Mana bu narsa chiqdi. Hozir tepaga chiqib obuna bo'layotganlarga addushi rahmat. Lenzi kirdi bizga. Bugun bir o'zimman, o'g'lim. Nima bu? Yo, mayo nima bu? Qanday uramiz buni? Bu mutatsiya beryapti bizga. Tan addushi rahmat. Keep fighting. Urishinglar deyapti. Nima bilan uramiz buni? Aksent. Yangi mutatsiya qo'shildi. Mana bu joydan bir orужие chiqdimi-kan? Yo'q, orужие chiqmagan. Qani men shavolim qani? Shavol. Incident bu. Uruni. Qanaqadir mutant chiqdi. Yo, mayo kakos. Urish kerak buni. Qaranglar, joni bor buni. Aha, mana uryapman. This down on the way. Uringlar bolalar. Yo, mayo. Bu o'ladimi-kan bu? Tulka nima deb o'ylaysan? Fly Emirates. Joni ketyapti uni 5. Rahmat, obuna bo'layotganlar addushi. Like ham albatta bosib qo'yinglar, sizlar uchun kutyapman men bu soat. Buni qaranglarda, statistikani bitta qaranglar. Statistikani 24 soatdan beri 24 soat o'ynadim bu rejimni. Sizlar bilsanglar bilasizlar. Sizlar uchun addushi kontent qilish uchun harakat qilyapman. Hozir mendachi juda ko'p paklar bor. Hozir mana bu o'lgur mutantni maxluqni o'ldirib olayda. Bir yoqlik qilaman. Tan rahmat. Obuna bo'layotganlar addushi rahmat sizlar uchun. Harakat uchun barakat. 2 minutdan keyin hozir obnovleniya admin abuse boshlanadi. Menimcha admin abuse mana shu. Uni nima deydi? Razvochiklarda o'sha o'yinga kirayotgan vaqtda vertolyotda rasmi bor edi. Qanaqadir vertolyotda agentlar bo'lish kerak edi. Hozir menimcha o'sha agentlar mutated accident necha x berar ekan bu? Accident degan bo'lyapti. Yangi mutatsiya qo'shildi. Bundan oldin meteoritli mutatsiya bo'ldi. Men kirganimda ko'ramizmi bular ekan. Uringlar uni bolalar, joni kam qoldi. Lenzi davay bosish kerak. O'ldira olar ekan. O'ldirsak menimcha bizga juda ham ko'p. Bizni uryapti, javob qaytaryapti bu. O'lgur 8 oyoq. Juda ham ko'p narsa beradi. Ko'nglim sezyapti hozir. Hozir do'stlar, bugun nima qilamiz? Bugun hozir admin abuse o'tkazamiz. Ikrom Lenzi davay bosish kerak. Joni juda ham kam qoldi. Buni o'ldirsak, lekin aytayapman, bizga juda ham ko'p. 40 sekund ichida bir yoqlik qilar ekanmiz. Menimcha 40 sekunddan keyin keep walking together. Birgalikda harakat qilinglar deyapti. Bo'ldi. Bu obnovleniya, bu yangilanish do'stlar juda ham zo'r narsalar qo'shiladi deb aytgan razravodchiklar. Hozir ko'ramiz. Mana bundan kunlik uni olib qo'yishim kerak. Mana buni ham oldim. Javob qaytaryapti bu. Apple Seed Reward. Ozgina qoldi. Davay. 5, 4, 3, 2. Xarosh. We received Lumen Bark Seed. Boshlandi do'stlar, boshlandi yangi mutatsiya. Rahmat obuna bo'layotgan yangi mutatsiya va energiya vertolyot qo'shiladi degan. Vertolyot qo'shildi. Salom bolalar. Nima kerak sizlarga? How much? Bularga mutatsiya bo'lganini olib kelamiz shekilli. Yangi batanis qo'shildi. Yo, mayo, vertolyotga necha endi? Strange. Do'stlar qaranglar, Strange degan mutatsiya beryapti bu. Hozir olib kelib ko'raman. Strange. Menimcha hozir Gardenga boramiz. Strange. Mana bu mutatsiyani yomoni. Strange degan mutatsiyani menimcha o'sha agentlarga olib borib topshiraman. Qani Strange? Bular yig'ib olamiz do'stlar, qaranglar, yig'ib olamiz, hozir ichida chiqadi. Mana Strange, ketdim olib borib topshiraman. Tepalikka. Bu agentlar nima ish qilar ekan? Yo-mayo, ber mutatsiyalar berib tasha. Olib borib topshiramiz. Qancha kerak? How much? To'xtanglar, mana. Strange qancha turadi bu? Who are you? How much is this worth? Qancha turadi bu? This crop 3 points. Point berar ekan bizga. Use monster degan uni yozyapti. Monster deb yozamiz. Monster.
Nima berdi? 8. Bir narsa berdi. Tak, buni berib ko'raman. See rewards. Qaranglar. Mana pointlarga nimalar sotib olsak bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Bularga olib kelib topshiramiz. Mana buni olib tur biratishga. Turn in strange plants. Davay, hammasini ol. Menga 3 ochko beradi. Qancha vaqt bo'ladi men bilmayman. Endi buni 3 ta pointimizni mana bu joydan lazy. Mana bu joydan hozir almashtirsak bo'ladi. Nimaga almashtirsak bo'ladi? 3 pointga nima berar ekan bizga? 3 pointga urug', yo'q, 175. Do'stlar, mana qanchalik? Menimcha 150, 160, 470. 500 point yig'sak bizga nima edi bu? Gardenga, anoga shopga yangi narsalar qo'shildi. Bu yaxshimi yomonmi bilmadim endi. 20% tezroq o'sadi. 20% tezroq o'stiradigan qo'shildi. Game Pass, Gear Mastery, Chance Not. Mana bu Game Master narsa ishlatsanglar ketmay qolish imkoniyati. Botanist. Bo'ldi, tushunarli do'stlar. Buni keyingi videoda albatta sizlar bilan olib ko'ramiz agar sizlarga yoqsa. Tak, bo'ldi, tushunarli bu rejim. Bu men hozir strange'larni hammasini yig'ib topshiraman bularga. Qanchalik darajada ko'p narsa yig'alar ekanmiz. Meni strange narsalarim, do'stlar, mana qaranglar, mevalarni juda ham katta qilib o'stirib qo'yganim. Endi bunaqa katta o'stirishni sir sinoti bor. Bu kartoshkalar, mangoni qaranglar do'stlar, mango ham, bananni qarang, banan deyapman, bambukni qaranglar, bambukni turishini qaranglar. U osmoni falakkacha. Bular sotish kerak. Bugun 1B bo'lamiz do'stlar. Bugun 1B mablag', 1B shilling deydi buni anaqasini, pulini 1B mablag' yig'aman men, hozir ko'rasizlar. Mana bu kapusta ham normal narx ketadi. Tomato, strange. Strange bo'ldi. Ketdi. Yig'amiz. Strange'larning hammasini olib borib topshiraman. Qani bu adminlar chiqmadi-ku chetga. Admin abuse chetda faqat shu narsani qo'shdimi bugun? Mayli, ozginadan qo'shyapti, lekin qo'shyapti. Har narsa qo'shyapti, lekin bu narsasiga respekt. Strange'lar menimcha ancha vaqt qoladi biz bilan. Bu anaqa mutatsiya, chunki agentlar bekorga turmaydi. Botanis yo'qolib qoldimi? Hozir bitta ko'raman. Botanis ham bor. Bu yerdan ham juda ham ko'p narsalarni yig'ganman. Restock bo'ldi bir narsalar. Davay, mana super sprinter. Reverter nima ekan bu? Info. Remove all fully grown plants. Do'stlar, reverter zo'r narsa bu. Nimaga desanglar, bu hozir yana bitta chiqdi. Yo'q, yana bitta chiqmadi. Bu reverter, bu bog'laringdagi hamma narsani o'chirib tashab, hamma seedlari o'zlaringga qaytib qoladi va boshqatdan ekishlaring mumkin bo'lar ekan reverter. Mana do'stlar, meni bog'imdagi narsalar, hozir bambuklar hammasini sotsam, lekin 1B bo'ladi pulim. Tak, bugungi qiladigan ishimiz, hozir men pak ochib bo'ldim, tugadimi? Strange tugadi. Anaqa obnovleniyani ko'rdik. Yaxshi. Mana bu narsaga endi bilmadim. Men paklarni sekin ochishni boshlayman bo'lmasam, divine, ya'ni anaqa zo'r bir urug' chiqarishga harakat qilamiz. Qani men paklarim. Birinchi bo'lib mana Royal Packdan boshlaymiz. Qochdir Ikrom Lenzi. Hozir hammasini birgalikda ochamiz. Men bugun yana bitta qoch. yana bitta chiqarishim kerak. Lenzi, qoch. Tak, ketdi. Bo'lmasa like tugmasini albatta bosib qo'yinglar, sizlar uchun maxsus. Bugun o'g'lim yo'q. Bugun o'g'lim qayerga ketdi desanglar, bugun o'g'lim buvisiniki ketgan, o'shaning uchun o'g'lim qatnashmaydi. Miki ham anoda bo'lgani uchun bugun bir o'zim do'stlar. Down seat pack. Nima bu? Menga bo'lib qolganmi, nima deydi? Protejeniya magnit bo'lib qolgan. Ketdi. Dandelion, Ampere Pine. Mana shu bolani menimcha omadsizligi menga kelib qolyapti-da. Qoch. Do'stlar, sizlar ham biz bilan qatnashish uchun Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa o'yinlarni birga o'ynaymiz. Davay, menga bugun tugadimi, bo'ldimi? Adminlar chiqmadi. Mana yerga katta bo'lib chiqardi deb o'ylagan edim. Bugun uni o'rniga katta bitta 8 oyoq chiqarib berishdi menga. Ovozini ozgina ochaylik. Nima chiqyapti? Bizga varragan chiqmayapti. Hozir hamma narsani sotaman do'stlar. Mana shu open packlarni hammasini qilib qo'ygandan keyin hammasini ochaman. Golden Berry 1 tiyinga qimmat onovi. Do'stlar, men ko'p olma daraxtlarini kesib yordim.
Dawn Blossomimiz bor, ikkita bor. Ko'p ana uni kesib yubordim, nimaga desanglar, olma daraxti. Agar sizlarga qanaqadir qanday qilib farm qilish haqida video kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Tezda pul qilishni yo'lini o'rgataman sizlarga. Menga o'xshab 200 million, 300 millionni birdaniga topasizlar. Golden Berry Seed, tak. Royal Seed Pack. Mana bu yangi seed packni ochib ko'ramiz. Yangi mevalarni sinab ko'ramiz. Hozir hammasini round melon. To'xta, bu necha foiz tushishi? Bu narsani olib tashladimi? Round melon. 33% ekan. Bu yerda Blue Rose tushishi kerak bizga. Blue Rose, davay. Sekin bunday qimillab qo'ysang bo'ldi. Lost Light. Bu necha foiz ekan? Bu yangi mevalar hali ekib ko'rmadim, qanaqa bo'lishini bilmayman do'stlar. Hozir hammasini ekib, grow qilamiz. Men bog'imni Glow Fryson yaxshi Lost Light. Do'stlar, sizlarga bu Garden Horizon o'yini yoqadimi, yo'qmi, kommentariyada belgilab qo'yinglar. Sizlar uchun maxsus Inferno Paper, yaxshi qalampir. Men harakat qilyapman. Juda ham 24 soat o'ynadik. 24 soatda ko'rdinglar bog'imni qanchalik darajada Blue Rose o'tib ketyapti. Qanchalik darajada rivojlanganimi? Oxirgi bor. Varrak ham chiqqani yo'q. Endi Royal Pack o'tamiz. 18 ta do'stlar, Royal Pack. Voy, qimiladi deb o'ylabman. Twisted anu chiqdi. Sunflower, kunga boqar. Bu yerda qaranglar, bu mana bu pack 18 ta bor. Bu yerdan Glowain chiqishi kerak. Glowain, davay. Do'stlar, agar sizlar like bilan qo'llab-quvvatlab tursanglar, meni donat qilib, polniy mana shu joydagi eng qimmat, eng tushishi qiyin bo'lgan Divine o'simlikni olishga harakat qilaman. Sizlar albatta like tugmasini bosib qo'yishlaring kerak. Buning uchun free fine, davay. Kunga boqar chiqyapti. Kunga boqarda ham hozir qanday qilib juda ham katta tarzda o'stiramiz. Glowain o'tib ketdi, qarang. O'tib ketdi. Ay, kakos. Octobranch Mutated Sandy. Glowcorn, yaxshi. Yangi shokoladli Glowcorn. Ber endi. 12 ta, davay. 12 taning ichidan chiqar bitta. Do'stlar, bu paklarni yig'ish uchun qanchalik darajada harakat qilganim uchun, harakat uchun like yana o'tib ketdi. Harakat uchun like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Sizlar uchun albatta harakat qilyapmiz. Yangi kanal ochib qo'ydim mana shu o'yinni. O'g'lim qatnashmasligi mumkin, o'shaning uchun bir o'zim bo'lsa ham video chiqarishga harakat qilyapman, chunki menga yoqayapti bu o'yin. Oldingi Grow Garden'da endi boshida o'ynamaganim sababli endi mana shuni bosamiz. Bitta o'tib ketib qolyapti-ku, bitta yetmay qolyapti. Nima bu Glowcorn? Ber axir. Free fire. Bermayapti. Cho'tta bu bitta Divine kerak-da menga. Bitta Divine mana shu yerdan. Shuncha harakatlar. Octobranch bor. Octobranchdan yana bitta chiqaramiz shekilli bugun. Menimcha bulardan bermaydi hech narsa. Kelyapti, lekin bermayapti-da. Yoniga kelyapti. Mana shuncha qolyapti. O'tib ketib qolyapti. Ber. Seedga anoga yangi narsa qo'shildimi ekan? Hozir bitta ko'ringchi. Balki seedga yangi narsa qo'shilgandir. Yangi meva qo'shilgandir. Pineapple bilan watermelon. Mythic. Tushunarli. Do'stlar, tushunarli. Yangi meva qo'shilibdi. Men endi ko'rdim. Berish kerak endi. Admin mana shularni ham olib ekib ko'ramiz hali. Yangi mythic mevalar berdimi? Boya ko'rmay qoldim. Do'stlar, pak ochishda davom etamiz. Pakim juda ko'p. Bugun yaxshi narsa chiqarishga harakat qilaman. Royal Seed Pack bermayapti. Mangodan ham qimmat meva chiqdi. O'tib ketdi bu. Endi 45 ta 20 pakdan ochamiz. Octobranch. Bu yerdan faqat menga Octobranch qiziq. Skip bilan o'tkazib yuboraman. Divine, ya'ni 0.1% bilan tushadigan meva qiziq. Ana uni o'tkazib yubordik. Alifkani do'stlar, alifka mevasi menga unchalik yoqmadi. O'shaning uchun o'tkazib yubordim. Olishga harakat qilmadim, lekin mana bularni olishim kerak. Shopdagi narsalarni, shopdagi chiqqan yangi anolarni, mevani
Mana bu joydagi mevalarni mana Glowvein bilan Blue Rose'ni olishim kerak. Bu meni 6 kun vaqtim bor olish uchun. Sizlar albatta like tugmasini bosib qo'ysanglar, uni olamiz. Starwine yaxshi, Starwine'larni kesdim anchasini. Ancha mevalarimni kesdim, ancha mevalarimni qoldirdim. Na, akkita birinchi. Yoniga kelyapti, o'tib ketib qolyapti. 3 ta ochamiz. 1 2 3. Faqat tarvuz beryapti. Tarvuz yaxshi. Boyagi tepadagi agentlar qoldimi-kan? Hozir bitta ko'rib kelaychi. Tepadagi agentlar qolgan bo'lish kerak. Ularga qoldi. Mana agentlarni oldida ochib ko'ramiz do'stlar. Bu yerda point yig'amiz. Mana endi farm juda ham qattiq bo'ladi do'stlar. Farmni juda ham qattiq qilaman. Endi 2 ta anom bor, 2 ta selim bor, 2 ta 2 marta 2x harakat qilaman, chunki pastda anolarni olib tashadi. Bu 20 yangi anoqalar beradi endi seedpacklar va bularga agentlarga juda ham ko'p meva topshiraman endi. Birinchi mana bu joydagi mevalarni topshirib yuboring, to'xtanglar. You wasting my time, bring me something. Menda hech narsa yo'q ekan. Starwine. Do'stlar, davay, paddeshka uchun radial ikkita birinchi game o't. Bor menda. Yaqinlashyapti. Samый главный, eng asosiysi yaqinlashyapti. 46 ta ochib qo'ydim. 250 ta da garant bilan beradi. Akkita birinchim 2 ta bo'lsa yomon bo'lmasdi. 2 ta bo'lsa yomon bo'lmasdi. Akkita birinchi Divine o'simligi. Mythic o'simliklar qo'shildi anoga o'zimizni magazinga. Endi bularni ham olishga harakat qilaman. Radiant Plant. Barak. O'tib ketib qolyapti. Davay, 20 ta qoldi, ber. Akkita birinchni ber, yana bitta akkita birinchni ber, bratishka. Yana bitta qoldi. Bitta qolyapti, yo bitta o'tib ketib qolyapti. Qanday omadsiz bo'lishi mumkin, bunchalik ana bo'lish uchun. Shuncha pak ochdim, davay, bitta Divine ber. Harakat uchun. Starwine. Bu mevalar juda ham ko'p bo'lib ketdi menga, urug'lari. Menimcha o'g'limga trade'lar ochilsa, keyinchalik trade ochilsa o'g'limga berib yuboraman bu mevalarni. Do'stlar, aytmoqchi yana bitta gap. O'g'limni akkauntini kuchaytirmoqchiman mana shu rejimda. Donat qilib Divine o'simliklar unga surpriz qilmoqchiman. Agar sizlarga like'larimiz ko'p bo'lsa bu ishni qilaman. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Unga ham pak ochib, uni pulini ham 1 million emas, 500 million bir qilib qo'yaman. Chunki juda ham ko'p o'ynayapman bu rejimni. Menga yoqayapti. Nima chill ishdan keyin takoy raslar anaqani bog'laringdagi narsalarni o'sishni kutib, takoy anaqalar bilan, muzikalar bilan sizlar ham o'ynab ko'ringlar, o'ynamagan bo'lsanglar. Keyin qanday qilib farm qilish haqida video chiqarishni xohlasanglar, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Qaysi o'simlikdan qanchalik ko'p darajada, qaysi o'simlik foydali, qaysi o'simlik foydasiz ekanligini video qilib chiqarishim mumkin. Albatta like tugmasini ko'proq bosib qo'ysanglar va kommentariyada yozib qoldiringlar, bizga qiziq desanglar. Akkita birinchi ber. Radiant Petal yaxshi. Chiroyli o'simlik bu. Puli lekin unaqa ko'p bermaydi. Bizga Divine kerak. 9 ta qoldi. Shuncha pak ochdim, ber. Bermayapti. Ber. Bermadi. Do'stlar, menimcha akkita menga shuncha bergan narsalari yetadi deb o'yladi. 70 ta ochdim, 70 ta. Bermasa. Menimcha tushish foizini pasaytirib qo'ydi bu anolar, razravodchiklar. Oxirgisi bersa berdi. Bermasa bermadi. Bermadi do'stlar. 74 ta ochdim, lekin menga Divine bermadi. Hozir endi nima qilamiz? Hozir seedni yangi anoni ochib ko'rishga harakat qilaman. Pineapple. Ananas bilan watermelon seed. Watermelonim bor. Do'stlar, endi nima qilamiz? Hozir bog'imdagi hamma narsani sotaman. Hamma narsani va biz 1B qilamiz, pulni 1B. Mana bu o'zi ham nechta mutatsiya bo'lib ketdi. Juda ham ko'p mutatsiya bo'lib ketdi hamma narsam.
Lekin foydasi bo'ladimi yo'qmi, buni hammasini ko'ramiz. Hammasini yig'aman, mana bu narsalarni hammasini yig'amiz do'stlar. Ketdi bo'lmasam. Chak 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 chak. Sizlarga bu tez bo'ladi. Men hammasini yig'aman. Bir pul yig'amiz do'stlar. Bugun bir mana buni ham sotaveraman. Mangolar, shuncha pishgan mangolar. Juda ham ko'p mutatsiya bermadi mangolarimga. Mayli. Admin abusga ozgina kech qoldim. Bizga bular qiziqmas hozir bambuklar. Mana bu narsalarni ham olishim kerak. Ol. Hammasini sotamiz do'stlar. Men bog'imni polni full tozalayman hozir. Full deyapti. Ketdi do'stlar. Birinchi qaranglar, nima qilamiz? Birinchi tepaga borib, tepaga chiqamiz. Kerakli narsalarni hammasini strange bo'lgan ularni hammasini mana buga beramiz. Balki bordir. Do'stlar, bu faqat event vaqti ochilar ekan bu. Aniqa Rosalind, bu agentlar faqat event vaqti ishlar ekan. Mana 30 minutdan keyin mutated Weather. Tepada vaqti bor ekan. Bo'ldi, tushunarli. Biz bo'lmasam do'stlar, 1B uchun ketdi. 1B. Go 1B. Qanchalik do'stlar? 1B. Go. Yo'q, 329 million shuncha narsaga, shuncha mutatsiya bo'lgan narsa 329 million bo'ldi. Men 1B kutgandim. Shuncha daraja 329 million. Mayli 05B bo'pti, 05B. Yomon emas, men 1B bo'ladi deb o'ylagan edim. Chunki juda ham ko'p mutatsiya, juda ham ko'p kutdim-da bu narsani. Do'stlar, yangi mevalarni ekamiz. Ekishdan oldin mana bu narsalarni hammasini joylashtirib bo'ldi. Tayyor meni bog'im anuga. Endi yangi mevalarni hammasini ekaman. Qanchalik darajada o'sar ekan ular? Glove corn, bambukni ekish kerak edi, to'xta. Mayli, hammasini bitta joyga ekib yubordim. Qanchalik daraja o'sishini vrachga kunga bor. Hammasini bitta joyga yig'dim. Hozir o'sib hammasi bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman qanaqa o'sganini. Do'stlar, videoni mana shu yerda yakunlayman. Qaranglar, mana bu Radiant Petal degan o'simligim qanchalik darajada katta bo'ldi. Hozir down blossomlarga ham hozir mana buni bitta bosib yangidan chiqaradigan qilish kerak. Kattaroq bo'lib o'sish kerak. Do'stlar, mana bu tarvuz ekan. Mana bu qalampir, ichida qaranglar, ichida yana kunga boqarlar bor, yana yangi mevalar, hammasini bitta joyga ekib yubordim. Hozir keyingi videoda xudo xolasa narsalarni hammasini chiqaraman. Juda ham katta bo'lib o'sdi qalampirni, qaranglar. Kunga boqar va yana bitta narsa bu round melon. Menimcha kunga boqar bo'lish kerak bu. Tarvuz bo'lish kerak, round melon nimaligini bilmayman, tarvuz bo'lish kerak. Lekin mana bu Octobranch deyapman, Radiant Petal juda ham katta bo'lib o'sdi. Bunga yana 2-3 ta mutatsiya qilsak, o'zi ham vashshe jinni bo'ladi bu. Juda ham katta bo'lib o'sdi. Do'stlar, albatta videoga like tugmasini bosib qo'yinglar. Mana bu mangolar o'zi mana shunaqa kichkina o'sadi, kichkinagina. Men mutatsiyalar bilan hamma narsa qilib turib vashshe katta o'sadigan qilib qo'yganman. Mana bularni ham yig'mabmiz, mayli, hech qisi yo'q. Bu mevalarni hammasini keyingi videoda hammasini sortirovka qilib joy-joyiga qo'yib qo'yaman. Juda ham ko'p narsalar bor meni bog'imda. Juda ham qattiq rivojlandik sizlar bilan birgalikda. Bo'lsa do'stlar, videoga albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Zeja Games Java Blogs kanali bo'ldi. Hammaga xayr, o'zlaring asranglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mana bu Strange degan bor ekan. Strange degan anaqa yangi meva qo'shildi. Yangi mevalarni olishga harakat qilamiz keyingi videoda. Endi xudo xolasa, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bilan podeshka qilib qo'yasizlar. Bu joyda ham Travel degan narsa qo'shildi. Bu zona reverter degan narsa qo'shildi. Men hamma narsani o'zimga olib turib, keyin boshqatdan eksam bo'ladi. Boshqatdan bo'ladi hamma narsa. Mana bu joyda yangi agentlar qo'shildi. Bu agentlar vaqti bor ekan. Mana har 20 minutda, har yarim soatda mutatsiya bo'lib turib, o'sha mutatsiyani mana shu yerga topshirsanglar, sizlarga har xil paklarga eng yaxshisi bu yerda pak. Keyingi videoga albatta men ko'p yig'ib qo'yaman. Mana pak olsanglar bo'ladi, keyin mevalar ham sotib olsanglar bo'ladi. Yaxshi o'ylashibdi. Bo'lmasam do'stlar, hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.